Assalamualaikum qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgundi hukumati irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash munosabati bilan namoyish o'tkazdi. Cumhur rais Mantimin Ala apandi va Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi Imron Husaynga raddiya berdi. Xitoy Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining DNA avrishkisini axloq o'lchamiga xilof holda yiqqan. Qadimiy xarobiylikdan maxfiy yer osti tunnellari bayqalgan. Sharq Turkistonda yer tevrigan bo'lib, ziyon haqida hech qanday uchur yo'q. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. 2021 yili 19 dekabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. G'arbdagi 10 dan ortiq davlat va parlamentlarmi buningga ergashdi. Bu Sharq Turkiston xalqining haq-huquqlariga erishishda, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishda intayin muhim ahamiyatga ega edi. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati 19 yanvar kunini irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni qilib bekitdi va xalqarodagi davlatlarni irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qilish, mustaqillik harakatimizni qo'llashni qo'lga keltirish uchun namoyish o'tkazdi. Kanada Albertada o'tkazilgan namoyishda axborot e'lon qilinib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan chekidan oshgan irqiy qirg'inchilik harakati eslatib o'tildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikqa bergan aniqlamasining dal Sharq Turkistonda yilmi davomlashayotganligini, Amerika qatorliq bir qancha davlatlarning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishining uzun bir safarning tunji qadami ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun hech qanday amaliy harakatning qo'llanilmaganligini, Kanada hukumatini o'z ichiga olgan dunyodagi barliq davlat hukumatlarini yolg'iz ig'izdala ayblab qo'ymasdan, balki irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishini, xuddi Tibetni besib olingan davlat deb e'tirof qilgandek, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan qonunsiz besib olingan davlat deb e'tirof qilishni talab qiladiganligini, Sharq Turkiston surgundi hukumatining 19 yanvar kunini irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni qilib bekitishining yolg'iz motam tutish uchun emas, Sharq Turkiston xalqi uchun adolat talab qilish ahamiyatiga ega ekanligini, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan da'voni qo'llashni, xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipiga amal qilib, o'z taqdirini o'zi belgilash irodasiga hurmat qilishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashini, Xitoyga diplomatik va iqtisodiy besim qilishning irqiy qirg'inchilikni to'xtatish qadami ekanligini, bu yolg'iz Sharq Turkiston uchun emas, balki kishilik huquq va insoniy qadr-qimmat prinsipiga amal qilish masalasi ekanligini, Sharq Turkiston xalqining hurlik ichida kishilik qadr-qimmati bilan yashashining dunyoning tinchligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini, Sharq Turkiston uchun kollektiv harakatga o'tishning lozimligini ta'kidladi. Axborot e'lon qilingandan keyin namoyishchi omma shuar to'lab Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistondan chiqib ketishga chaqirdi. Kanadani o'z ichiga olgan dunyodagi barliq davlatlarning mustaqillik ko'rishimizga yordam berishi talab qilindi. Justice is our demand. China kills our people, steals our land. Yaqında ijtimoiy axborot supsi X'da Pokistonlik Imron Husayn ismli o'lmaning jamoatning Uyg'urlar haqida so'ragan savoliga javob berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa yolg'on. Amerika axborot idorasi Mossad va Zionistlarning o'yini. Suriyaga borgan Uyg'urlar Dajjalning jangchilari. Amerika josuslik idorasi va Mossad Saudiya Arabistoni va Turkiya Uyg'ur musulmonlarini isyon qilishga kuch kiritgan kuchlardir. Ular buni Checheniyada qilgan. Putin bularni vayron qildi. Ular buni Xitoyga qilyotidi. Xitoy ularni vayron qiladi. Ularni vayron qilishga haqliq deb alajoq so'zlagansini keng tarqalgan. Aniqlashlarga qaraganda Imron Husayn Pokiston Karachidagi Dunyo musulmonlar qurultayining tadqiqot direktori bo'lib, dunyoning nurg'un joylarida Pokiston musulmonlari qurgan diniy tashkilotlarda vazifa o'taydi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Dr. Mantimin Ala apandi 22 yanvar kuni ijtimoiy axborot supsi X'da buningga qarshilik ko'rsatib, islom tashviqotchilari bilan kommunistlar o'rtasidagi hamkorlik kishini intayin parishon qiladi. Bu tashviqotchilar yaratquchimiz Allohga qaraganda kommunist xo'jayinlarga texmo sadoqatmanligini ko'rsatib turadi. Hamda kommunist xo'jayinlarning islomni cho'qim yo'qotib etishga tegishli virus deb qaraydigan haqiqatiga bemalol sal qaraydi. Texmo chataq yeri shuki, xo'jayinlarni irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan tanqidlashni dunyoviy suiqasdning bir partiyasi deb qarab,
Ақ көңіл шәпқатлік akıllarının inovatiga daxli yetkazmaslik uchun hech qanday ovozini chiqarmay Uyg'ur musulmonlarini yavaş qo'yni jimmida bo'g'ib qatl qilishga o'xshash yo'qotishga tegishlik deb qarag'anligini tushuntirib berdi. Ichinishliq yeri shuki, xo'jayinlarning, ya'ni kommunist jinoyatchilarning bundaq vahshiyligini sadoqatmandlik bilan qo'g'day oladiganlar tasavvur qilg'ili bo'ladigan darajada har bir razillikni oqlay oladi. Nacharlik yolg'iz o'ltirilganlar uchun sukut qilish bo'lmasdan, balki qotillarni qo'g'dash uchun qilingan yerginishlik bir harakat. Bu qotillarga qarab turib sadoqat bildirishdir dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimi 20 yanvar kuni buningga qarshilik ko'rsatib, Imron Husayn musulmon olim qiyofatidagi Dajjalning haqiqiy askari, atizmchi Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining numussiz tashviqotchisi. Ma'lumki, Uyg'ur musulmonlari Xitoy emas, Sharq Turkistonlik. Sharq Turkiston Xitoy zamini emas. U ishg'ol qilingan davlat. Turkiston, Pokiston va Amerika Markaziy axborot idorasi qurilishidan kam deganda 1000 yil ilgari mavjud edi dedi. Xitoy gen avrishkisi texnikasining tadqiqoti uchun 200 dan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning DNA avrishkisini axloq o'lchamiga xilof holda yiqqanligi oshkorlangan. Biometrik xabar torining 8 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, oldingi oyda Angliyada nashr qilingan muhofazachilar gazeti Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan DNA tadqiqoti tashabbuslarining birining qarshilik sababidan chekinganligini xabar qilgan. Amaliyotda bu Uyg'urlarga chetishliq DNA avrishkisi uchun biri 2023-yili, yana biri 2019-yilning boshida nashr qilinishdan chekingan Kopenhagen universitetining o'xshash avtorlari tomonidan nashr qilingan ikki nashrni ko'rsatdi ekan. Muhofazachilar gazetida 203 Uyg'ur, Qozoq qatorliq kishilar to'pidan to'plangan sho'lgay va qon avrishkisi tadqiqotining tafsilotlari oshkorlangan. DNA avrishkilari Amerika biotexnika shirkati Thermo Fisher'ning gen tartibi texnikasining o'rinlashtirilishini baholash tadqiqotining bir qismi sifatida to'plangan. Bu tadqiqotning maqsadi Xitoy osonliq millat deb atalgan Sharq Turkistondagi kishilarning DNA o'zgarishini va buning qonun ijro qilish organlarining jinoyat gumondorlarini aniqlashiga qanday yordam qilganligini tushunish uchun tirishishning bir qismi ekan. Belgiyalik professor Yemorov Xitoy hukumatini Xitoydagi nurg'un osonliq millatlardan biometrik sonliq ma'lumot to'plagan deb ayblagan. Morov DNA avrishkisidagi chetishliq axloqsizlik nashrining tadqiqotchilar tomonidan o'chirilishiga kafolatlik qilishda oldingi qatorda rol o'ynaydiganligini va o'zining shunga o'xshash boshqa ilmiy nashr buyumlarining qayta o'ylanishiga kafolatlik qilishni tashabbus qilganligini aytgan. 2019-yili Morov bosh maqola yozib, Xitoydagi osonliq deb atalgan millatlarning zulmga uchrashiga sabab bo'lgan DNA avrishkisini majburiy yig'ishni ayblagan. Keyin ogohlantirib, DNA sonliq ma'lumot ombirining ko'payishi ojiz kishilarni keng ko'lamda va kontrolsiz nazorat qilish mumkinchiligiga yo'l ochadi degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi Mamtimin Ali apandi buningga ijtimoiy axborot supisi X'da inkas qaytirib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni Uyg'ur, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarning o'z irodasi va roziligi sirtida DNA tadqiqoti uchun tajriba quroli sifatida qo'llanish bioterrorizmning kishini parishon qiladigan hamkorligi bo'lib, Thermo Fisher bilan amillashtirish haqiqatan axloqsizlikdir. Bu ayni vaqtda Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan texnik keng ma'nodagi kontrol qilish va nazoratni kuchaytirishga qarata texnik ilgар planning bir qismidir. Agar muvaffaqiyat qozonsa, u ijtimoiy kredit sistemasining bir qismiga aylanib, boshqa davlat va rayonlarda qo'llaniladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi insoniyatning qorong'u kelajagidan burungi tarixga yozildi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimi buningga inkas qaytirib, ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa etnik tur xalqi junguluq emas, shundaqla osonliq millatmi emas. Uyg'urlar Sharq Turkistondagi turkiy xalqlar bilan birga Sharq Turkistonning yerli xalqi bo'lib, ko'p sonliqni egallaydi dedi. 4300 yillik tarixga ega xarobiylikdan maxfiy yer osti tunnellari bayqalgan. ND100 xabar torining 21 yanvar kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoyning shimolidagi Xochingzuy shahri 4300 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, ayni vaqtda 3 markazlik mudofaa sepili, kichik minor, qo'g'diladigan darvoza va xandaklar bor eg'ir bironik joy ekan. Ammo tarixchilar maxfiy tunnel to'riga munosabatlik balkim texmi oson usulni topgan bo'lishi mumkin ekan. Bu shaharning yashi 4300 dan 4500 yosh oralig'ida bo'lib, keyingi tashqurollar davridagi Longshanga tutishidi ekan. 2005-yili bayqalgan Xochingzuyning uzunligi taxminan 15 million kvadrat metr bo'lib,
Arxeologlar 2019-yildan e'tiboran qazishni boshlagan. Yaqinqi qazishlarda maxfiy qatnash to'ri rolini o'ynaydigan 6 kesishgan tonnel bayqalgan. Bu tonnellar yer yuzidan tuvanga qarab 5 futdan 20 futgacha so'zilgan bo'lib, egizligi 3 futdan 6 futgacha keladi ekan. Ularning ko'pinchisi hatto shahar sepilining ostidan o'tib sirtqa echib o'tilgan ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da intas qaytirib, bu shahar Xu, Protohun, Xiongnu yoki Indo-Yevropa shahri bo'lib, Xitoyning shahri emas. Chunki Xitoylar toki Han sulolasigacha shimolga kengaymagan. Xitoyning qadimgi xotiralariga qaraganda bu rayonlarda Xu deb ataladigan ko'chmanlar yashaydigan bo'lib, Xitoylar odati bo'yicha Xitoylardan boshqa ko'chman va yerim ko'chmanlarni Xu deb ataydi dedi. Xalqarалық yer tevreş analizi sisteminden ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Aqsu viloyati Uchturpan rayonida shu yer vaqti 23 yanvar soat 0:09 o'tganda 7,1 bal yer tevrigan. Xitoy yer tevresh markazi yer tevreshning janubda Qashqar Qirg'iziston chegarasiga yaqin joyda yuz berganligini va Qozog'istongacha his qilinganligini, yer tevresh markazining cho'nqurligi 22 kilometr ekanligini xabar qilgan. Egallanishicha, shu yer vaqti 1:14 minut o'tganda Oqchi rayonida uda 3,8 bal yer tevrigan. Qizilsuv Bayko'l bozorida 4,6 baldan 5,2 balgacha yer tevrigan. Ziyon va hayotidan ayrilganlik to'g'risida hozirgacha hech qanday uchur bo'lmagan. Shaxsiy intiqom va qisos kabi kishilik kurashga chetiladigan bir yo'lga qadam ilishda o'limni hisob-kitobning eng boshiga keltirib ish boshlash aqlli bir ish ekan. Vatan mustaqillik harakatidan iborat shaxsiy va kollektivdan halqagan bir da'voga qadam ilishda buni diqqatga olib qadam ilish har qachon ideyada tayyorlik bo'lish necha yuz asli muhim albatta. Bu ma'nodan olib aytganda, g'alaba qilganda qisosnimi, intiqomnimi teng ado qilg'ili bo'ladigan bundaq bir yo'lga kirishda o'limning har qachon duch kelish mumkinchiligiga ega birinchi o'tkal, yuzlashish muqarrar bo'lgan cho'ng sinoq ekanligini hisobga olib turib da'vosi ipiga qadam ilish aqalli savoddir. Shundaqla mustaqillik harakatida oldin idrok qilishga tegishli ideviy tayyorlik va salohiyat hozirlashga tegishli avvalgi shartlar jumlasidandir. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.